Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana Go'jet.com mevalari haqida gaplashamiz. Mana bugun shifo baxshlari, qanaqa kasalliklarga shifo bo'lishlari haqida gaplashamiz. Bu Go'jet.com mevalarini doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, deyarli barcha kasallarni bartaraf qilib beradi. Chunki insonda immuniti baland bo'lsa, qoni normadagi suyuqlikda bo'lsa, qonni yaxshi tozalab tursa, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, ichaklarni yaxshi tozalasa, qabziyatni oldini olsa, mana o'tdagi dimlanishlarni olsa, o't qobidagi buyrakdagi toshlarni maydalab tushirsa, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalasa, inson deyarli hech bir kasal, yo bir surunkali sahar yoki mana qon bosimi baland yurishi, u kasallar qolmaydi insonda. Barisi organizmdan so'rilib chiqib ketadi. Mana shu doimiy iste'mol qilib yurgan insonlar ichida mana ko'zdagi kataraktalar ham so'rilib ketganlari bor. Keyin davlinalar normaga kelganlar bor. Suyak yemirishlarini bartaraf qilib bergan kasallarimiz bor. Hozirda biz o'zimizdan xarajat qilib bir 3 ta opani singillarni davolayapmiz mana tanadagi oq dog'lar bo'yicha. O'sha Go'jet.com kim qanday tushunadi bilmadim. Go'jet.com tanadagi oq dog'larni, ya'ni vitiligoni davolay oladimi, yo'qmi? Shu haqida ham bir muzokara qilingizlar, kommentariyaga yozingizlar. Davolab bo'ladimi, yo'qmi degan bir savolga. Bizda sinov o'tkazilyapti, effekt yaxshi beryapti. Kelajakda nasib bo'lsa buni oxirigacha ham yetamiz, davolab ko'rsatamiz. Hozircha bu vitiligoni davolashni meditsina ham yo'lga qo'ya olmagan. To'g'ri, nur bilan davolayapti, yana qaysi bir yo'llar bilan davolayapti, meditsina yo'li bilan. Lekin keyinchalik yana qaytalayapti. Agar bizlarda mana shu Go'jet.com mevalari bilan davolanib tuzaladigan bo'lsa, har qanday vitiligo, tanadagi oq dog'ga chalingan kasallar qaytib u kishida uchramaydi. Chunki uchramasligiga sabab bu Go'jet.com mevasini ko'chatidan ekib olgan bo'ladi shu paytgacha. Hozir mana deyarli shu 3 ta kishida sinov o'tkazyapmiz. O'shalarni ham uchalasiga ham yetkazib berdik, ko'chatlardan ekib olgan. Erta ular tuzalgandan keyin ham qaytalamaydi. Chunki ko'chati bo'lgandan keyin doimiy mevasi bo'lsa, siz doimiy iste'mol qilib yurasiz. Nafaqat vitiligo, tanadagi oq dog'lar, deyarli hech bir kasallikka chalinmaysiz. Immun yo'l qo'ymaydi. Immunitingiz yaxshi bo'lsa, normadagi balandlikda bo'lsa, sizda hech qaysi bir kasallik sizga qopsala olmaydi. Hech qaysi. Bu Go'jet.com mevalarimiz nafaqat tanadagi oq dog'lardir. Bu даже doimiy iste'mol qilib yurganda ozdiruvchi ham rol o'ynaydi, xususiyatlarga ega. Keyin yoshartiruvchi xususiyatlarga ega. Mana yoshartirishga keladigan bo'lsak, boya aytildi-yu. Mana mayda kapillar qon tomirlarida ham qon yaxshi aylansa, qon normadagi suyuqlikda bo'lsa, modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, insonga ajin ham tushmaydi, doimiy bir yosh ko'rinib yuradi. O'sha uchun yoshartirish xususiyatiga ham ega deb to'liq ishonch bilan aytsak bo'ladi. Mana ko'p manbalarda o'qiyman, ruscha, inglizchada beriladi. Odamni umrini uzaytiruvchi meva yoki qarishni sekinlashtiruvchi meva ham deb yozilgan joylari bor-da. Endi bunaqa umrni uzaytiruvchi, qarishni sekinlashtiruvchi deyishimizga sabab bu immunitingiz baland bo'lsa, ichaklar toza bo'lsa, inson qabziyatga uchramasa, deyarli barcha kasallikni o'tsa bo'ladi. Kimki kasalga chalinib turibdi, deyarli 90% ichakdan. Ichak toza bo'lib, ichakda qabziyat bo'lmasa, har qanday kasal so'rilib ketadi. U uchun doim kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Keyin mana ovqatlanish madaniyatiga e'tiborli bo'lish kerak. Ayrim parhezlarga e'tibor qilish kerak. Parhezlardan qanaqa? Mana oq nonni nihoyatda qisqartirish kerak, oq non yeyishdi. Mana kechki ovqatni iloji boricha qarong'i tushgunicha ovqatlanib olish kerak. Kechga qorni och qolib ketadi deyilgan insonlar uchun bir qandaydir meva-cheva, masalan, sahar kasallari ham ochqaydi. U sahar kasallarga to'g'ri keladigan mevalardan iste'mol qilish kerak. Faqat non emas. To'g'ri, nonni nimaga betib aytyapsan degan bo'lsak, bizlar ham yoshligimizda non yeganmiz. U paytlar bo'lardi, birinchi sort, ikkinchi sort,
uchinchi sortni yemasak ham birinchi, ikkinchi sort unlardan non qilib, har xil xamirlar, ovqatlar qilib yeyilardi. Chunki ularni tarkibida kepak bor edi. Hozirgi 5 sort unlar tarkibida kepak yo'q. Qora non iste'mol qilib yuring, doim etsa qora non qimmatlik qiladi. Mana uyda, xonadonda non yopiladigan tandiri bor insonlar bo'ladigan bo'lsa, ular har non qilganda 5 kilo, 8 kilo undan xamir qilinadi. O'shalarga 1 kilo ziyodroq bozorlarda, magazlarda kepak sotilyapti, mayin kepaklar, toza kepaklar. O'shalardan olib kelib, o'shani aralashtirib xamirga non yopib yeydigan bo'lsa, u kishida umuman ich qotish ham bo'lmaydi. Shu yo'l bilan ham ich qotishini amalga oshirsa bo'ladi, yo'q qilsa bo'ladi. Masalan, go'jetdakon mevalarni iste'mol qilib yurgan insonda hech bir ich qotish degan narsa bo'lmaydi. Mana ichingizni bir tozalab olgandan keyin sizda doim iste'mol qilsangiz umuman ichingiz qotmaydi. Shunda mana oq dog'lardagi ham ko'pi ichni qotishidan kelib chiqyapti. Oq dog'larni kompleksni davolamasa davolab bo'lmaydi. Bir ichakni davolagan bilan oq dog'ni davolab bo'lmaydi. Buni kompleks deganda qanday? Immunni ko'tarish kerak, terini immunini ko'tarish kerak, modda almashuvi buzilgan bo'lishi kerak, modda almashuvini yaxshilash kerak, ichaklarni tozalash kerak. Bu go'jetdakon mevalarimiz kompleksli terapiya deyilgan. Kompleks terapiya deganda immunni ham ko'taryapti, qonni ham suyultiryapti, qonni ham tozalayapti, modda almashuvini ham yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti. Shularni aytib ko'rsa, shularni o'zi bir kompleksli terapiya bo'lib ketadi-da. Giyohlar ko'p, shunaqa giyohlar bor, lekin ular ham kompleksi deyilmaydi. Masalan, buyrakka deydi, faqat buyrakka yordam qiladi shunaqa giyohlar. Bu go'jetdakon mevalarimiz kompleksi deydi. Ichdingizmi, hamma tomonlama barcha kasalliklarga to'g'ri keladi bu. Lekin mumkin emas degan kasalliklar ham bor. Mana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin emas. Emizikli ayolga mumkin emas. Temperatura qilib turganda mumkin emas. Mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilish mumkin emas. Qolganlariga deyarli hammasiga to'g'ri keladi. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qilib qo'ymaslik kerak. Me'yordan ko'p iste'mol qilib qo'yadigan bo'lsa, birinchi o'rinda ishni suraveradi. Ikkinchidan davleniya ko'tarishi mumkin, bosh og'rishi mumkin, yurak tez urib qolishi mumkin. O'sha uchun doim me'yoriga e'tiborli bo'lish kerak. Me'yordan kam bo'lsa, me'yordan ko'p bo'lmasligi kerak. Bu go'jetdakon deb nomlaganimizga sabab mana yagida goji o'zi asl bu. Xitoyda Tibet o'lkasining mahsuloti. Mana yagida goji deb sotishimizga taqiq qo'yilyapti. Taqiqdan tashqari yana shtrafi ham bor ekan. O'sha uchun go'jetdakon deb nom berdik. Yagida goji demaymiz, endi go'jetdakon deymiz. Shunga asta moslashamiz. Mana shu yo'riqnomalardan barini go'jetdakon deb yozib chiqdim. Mana qiziqqan insonlar uchun hozirda quritilgan mevalar sotilyapti. 100 grammi 70 ming, 1 kilosi narxi 550 ming bo'lyapti, optim narxi. Yana buni ko'chatlari sotilyapti. Ko'chatlarning donasi 100 mingdan bo'lyapti. Ikkita olgan har bir insonga qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar yetkazib beramiz. Chunki uni bitta o'zini eki bo'lmas ekan. Bu uchun bir-biri bilan changlanish uchun ikkita ekilish kerak. Buni ekkandan keyin ko'chatini mana bir 2 yilgacha maslahatlashib, qo'ng'iroqlashib turish kerak. Ekdim, mana holatga keldi, mahsulot pishib boshladi. Mahsulot qanday iste'mol qilish kerak, kimlarga mumkin emas. Yana ham 2 yilgacha o'rgatib turamiz. To'liq o'zi bir shu meva go'jetdakon haqida bir mutaxassis bo'lguncha biz ishimiz o'rgatib turish, yordam qilib. Qiziqingizlar go'jetdakon mevalarimizga. Har nima 1 yil oldin ekib olsangiz ham yaxshi. Har bir xonadonda o'sishi kerak, ikkitagina ko'chat. Shu bu oilaviy sog'lom yashash uchun. Agar doimiy iste'mol qilsangiz, sizda aptika, ximikat dorilarga umuman muhtojligingiz qolmaydi. Mayli, sog' bo'lingizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qiziqingizlar go'jetdakon mevalariga. Qo'ng'iroq qilingizlar, savol beringizlar. Rahmat, yaxshi kun.